Masalan, n faktorial degani nima degani? 1 dan n gacha sonlar ko'paytmasi degani. Tushunarlimi? N faktorial degani. Masalan, 5 faktorial degani nima degani? 1, 2, 3, 4, 5 degani. Xo'p. Tushunarlimi? Natijani yozib qo'yasizlar 120 bo'ladi. Xo'sh, 5 faktorial desa, masalan, 1 dan boshlab ko'paytirasan. 1, 2, 3, 4, 5 gacha. Masalan, 6 faktorial bo'lsa 1 dan 6 gacha. 7 faktorial 1 dan 7 gacha. Tushunarlimi? Hop, shunaqa narsa ekan. Keyin qisqartirish, boshqa narsalar o'rganamiz. Masalan, e kub 2 ni ham birdan o'rgatib ketaveraylik. E kub degani masalan 16 bilan 12 sonlarining e kubini va e kubini topib ko'rsataman. Qarab tur. Demak, 16 bilan 12 ning e kubi va e kubini topishimiz kerak. 16 ni tub ko'paytirishga ajratamiz, 12 ni ham tub ko'paytirishga ajratamiz. 2 ga bo'lsak 8 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 4 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 2, 2 ni 2 ga bo'lsak 1 bo'ladi. 12 ni 2 ga bo'lsak 6 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi, 3 ni 3 ga bo'lsak 1 bo'ladi. 16 degani 2 dan 4 ta, 3 dan 0 ta degani. 12 degani 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta degani. E kub b degani-chi? Yo'q, eng kichkina sonlarga 2 ning kvadrati 3 ning 0-si. 4 o'zi bo'ladi javob. E kub degani-chi? 2 ning 4-si 3 ning 1-si degani. 16 ko'paygan 3 javob 48 bo'ladi. 2 ning 4-si 16, 3 ning 1-si 3 bo'ladi. Javob 48 bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shunday bo'ladi. E kub mana shunday. E kubchi darajasining kattasi bo'ladi mana. Ikkovini ham bittada ko'rsatib berdim sizlarga. Bu e kub topish, mana bu e kub topish. E kubni bo'lish deb hisob qolasizlar. E kubni ko'paytirish deb hisob qolasizlar. Oxirgi harfi k bilan tugayapti-ku, o'shaning uchun ko'paytirish deb hisob qo'yinglar. Shunda ko'paytirsam kattaroq son chiqishi kerak, shuning uchun kattarog'ini olishim kerak deb hisob qo'ying. E kub b da bo'lish deb hisob qolasizlar. Bo'lishda ikkita sonni bo'lsa ham kichkinaroq son chiqishi kerak deb tasavvur qilasizlar-da, darajasining kichkinasini olib qo'yasizlar bo'ldi. Faktorial e kub e kubni tushundilaring. Tub ko'paytirishga ajratish uni juda ham oson. Endi misollardan boshlab ishlab ketaveramiz. Qaranglar. Masalan, 5 faktorial deyapti. 3, 4, 5. 120 bo'ladi. Masalan, uchinchisi ko'pchilik so'raydi 0 faktorial ham 0 ga 1 ga teng bo'ladi. 1 faktorial ham 1 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? 0 faktorial plus 1 faktorial plus 2 faktorial plus 3 faktorial. 1 plus 1 plus 2 plus 1 ko'paygan 2 kara 3. Mana bu 2 4 bo'ladi. Plus mana bu 6. Javob 10 bo'ladi ekan. Endi mana bu yerda 5 masalan. 6 faktorial taqsim 240. 6 faktorial nima degani? 1 4 5 6. 240 degani 240 yozaylik mayli. Tepani ko'paytirsak 720. 240 bo'lsa 3 bo'ladi javob. Hmm, 8 sen. 4 faktorial plus 5 faktorial taqsim 4 faktorial. 4 faktorial nima degani? 1 2 3 4 degani. 5 faktorial 1 2 3 4 5 degani. 1 2 3 4. 24 plus 120 taqsim 24. 144 taqsim 24 mi? Necha bo'ladi bo'lsak? 8 dan keyin 11 12 ning 0 darajasi har qanday sonning 0 darajasi 1 ga teng. Tushunarlimi? Masalan, a sonning 0 darajasi 1 ga teng. 12 ning ham 0 darajasi 1 ga teng bo'lar ekan. 13. 5 ning 3-si 5 kara 5 kara 5 bo'ladi. 125. 16-chi misol. 2 kara 3 ning kubi 6 ning kvadrati bo'lingan 9. 27 27 ni 2 ga ko'paytirsa 54 bo'ladi. Minus 36. Taqsim 9. Ayirsak necha bo'ladi? 18 bo'ladi. 18 taqsim 9 bu 2 degani. 20-chi misol ishlaymiz endi qaranglar. 1 ni kubi, 2 ni kubi, plus 3 ni kubi, plus 4 ni kubi.
taqsim 1 plus 2 plus 3 plus 4 ni kvadrat. 1 ni kubi 1, 2 ni kubi 8, 3 ni kubi 27, 64 buniki. Bu 10 ni kvadrati 100 bo'ladi. Tepa ham 100, past ham 100. Javob 1 bo'ladi. Hamma tushundimi Muhammad? Xo'sh, endi tub ko'paytirishga ajratish to'g'ri ketaman sizlarga qaranglar. Tub ko'paytirishga ajratish oldin ham ishlaganmiz, juda ham ko'p marta. 21-misol. 32 ni tub ko'paytirishga ajratishda nima bo'ladimi? Birinchi tub sonlarga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 16 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 8 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 4 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 2, 2 ga bo'lsak 1. 32 degani 2 dan 5 ekan deb qo'ysizlar bo'ldi. Mana shu tub ko'paytirishga ajratish yoki kanonik yoyilmasi degani ham. Tushunarlimi? Yo'q, unaqasi yo'q-da, bo'lsa qo'shardik. Ikkini masalan 3 ning ikkinchisi bo'lganda 3 ning ikkisini yoniga yozib qo'ygan bo'lardi. Ha. Uni ham ko'rsataman. 4-mavzudan so'raysan. 48 masalan, 48 bilan 60 sonlarining ekubini topish kerak deyapti. Men ekubini ham ekubini topib ko'rsataman sizlarga. Kelisizmi? Buni tub ko'paytirishga 2 ga bo'lsak 24, 2 ga bo'lsak 12, 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 3-ga bo'lsak 1. 2 ga bo'lsak 30, 2 ga bo'lsak 15, 5, 5, 1. 48 degan 2 dan 4 ta 3 dan bitta. 60 degan 2 dan 2 ta 3 dan bitta, 5 dan bitta. 5 dan 0 ta mana bu, to'g'rimi? Demak, ekub b degan nima degani? 2 dan 4 ta, 3 dan bitta, 5 dan 0 ta. 16 ko'paygan 3 ko'paygan 1. Hisob kitobi 48 bo'lar ekan. Ekubi 48 ekanda, tushunyapsizlarmi? Mana ekub deb yozib qo'y. Ekubini ham topib ko'rsatay birdan. Qarang, darajasini kattasini olinadi. Shuni o'sha yerda. 2 ning 4-inchisi, 3 ning 1-inchisi, 5 ning 1-inchisi. Hisob kitobi 48 kara 5 bo'ladi javob. To'g'rimi? Yo'q. 12 bo'lib qolamiz shunda. 240 bo'lar ekan javob. Mana. Ekub va ekugini bittada ko'rsatibman, keyin ushlab ketaverasizlar davomini. Masalan, uchtaliklar ham shunaqa bo'ladi baribir. Masalan, 39. 120, 96 va 180 sonlarining ekubini va ekugini topishimiz kerak ekan bolalar. Buni ham tub ko'paytirishga ajratamiz. 2 ga bo'lsak 60 bo'ladi. 30 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 15, 3 ga bo'lsak 5, 5, 1. 2 ga bo'lsak 48, 2 ga bo'lsak 24, 2 ga bo'lsak 12, 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 2 ga bo'lsak 90, 2 ga bo'lsak 45, 15, 3 ga bo'lsak 5, 5, 1 bo'ladi. 120 degani 2 dan 3 ta, 3 dan bitta, 5 dan bitta. 96 degani 2 dan 1, 2, 3, 4, 5 ta. 3 dan bitta, 5 dan 0 ta. 180 degani 2 dan 2 ta, 3 dan 2 ta, 5 dan bitta degan. Ekub b degani nima degani bo'ladi bolalar? Shundan darajasi uchovining ichidagi darajasining kichkinasi 2 ning kvadrati, 3 ning 1-inchisi, 5 ning 0-inchisi. Hisob kitobi 12 bo'ladi. Agar ekugini so'rab qolsa, mabodo shu vaziyatda 2 ning 5-inchisi, 3 ning kvadrati 5 ning 1-inchisi bo'ladi. 32 ko'paygan 9 ko'paygan 5 bo'lib qoladi. Mana shuni hisoblab qo'ysalaring, javob shu chiqar ekan. Necha bo'lsa o'sha bo'ladi. Tushunarli? Yaxshi. Mayli, bo'laversin. 41 ham 42 ham ana shunaqa 2 kdan ko'rsatib ketdim-ku. O'zlaring ishlayverasizlar-da, maylimi? Qaranglar, endi 51da bor gapli variantida berdi. Savol emas, matn qilgan, matnda chalkashib qolasizlar. O'shani yaxshilab chalkashmasdan derazani ochib qo'y. 12 va 16 sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisining eng kichik umumiy karralisining yig'indisi. Короче, ekubini ekugiga qo'sh demoqchi. Ha. Qaranglar. Mana. Buni 2 ga bo'lamiz 6 bo'ladi, 2 ga bo'lamiz 3 bo'ladi, 3-ga bo'lamiz 1 bo'ladi. 2 ga bo'lsak 8, 2 ga bo'lamiz 4, 2 ga bo'lsak 2, 2 ga bo'lsak 1. 12 degan 2 dan 2 ta, 3 dan bitta deganimi? 16 degan 2 dan 4 ta, 3 dan 0 ta, to'g'rimi?
E kub degani nima degani? 2 ning kvadrati 3 ning 0-si. Bu 4 bo'ladi natijasi. E kub k'si nima bo'ladi? 2 dan 4 da 3 ning 1-si. Hisob kitobi 16 kira 3 48 bo'lar ekan. Endi e kubini plus e kubiga qo'sh deb aytyapti. Yig'indisi degani e kubiga e kubini qo'shing degani. Olib kelib yoqqa telefonni. %52 bo'ladi-da, ya'ni 48 plus 4. O'sha 52 o'shandan chiqyapti. Tushunarlimi? 54. 42 va 154 sonlarining eng kichik umumiy karralisining eng katta umumiy bo'lishisiga nisbati. Nisbati nima degani? Bo'lishi degani. Bo'lingandan necha chiqadi deyapti. E kubini e kubiga bo'l deyapti. E kubni e kubiga bo'lish kerak ekan. 42 154. Mana shu sonlarni ishlaymiz. Qarab tur Shahboz, xayol surma. Xayol surishimizga ham qo'ymaysiz, ustoz. 21 3 ga bo'lsak 7, 7 7 ga bo'lamiz 1 bo'ladi. 2 ga bo'lamiz necha bo'ladi? Ha? 77. Bu 154. 7 ga bo'lamiz 11. 11 bo'ladi. Qo'ymaydi-a sen, ha? 42 degani 2 dan bitta, 3 dan bitta. Endi 154 deganichi? 3 dan 0 ta, 7 dan bitta, 11 dan 0 ta. Ana ki. Endi k'sini yozamiz. 2 ning 1, 3 ning 1, 7 ning 1, 11 ning 1. To'g'rimi? Pastda o'zi mana ha? 11 bor edi. Endi b'si-chi? 2 ning 1, 3 ning 0, 7 ning 1, 1. Ikkovida ham 1 bor-ku. 11 ning 0. Xullas 2 bilan 2 ga javob, 7 bilan 7 ga javob. Tepada 33 qoladi. Pastda 1 qoladi. Javob 33 ekan. Elbek deyapti 16 ta kitob va daftar bor. Elbekda 16 ta kitob va 24 ta daftar bor edi. U barcha kitob va daftarlarni har bir do'stiga teng bo'lib berish kerak edi. Eng ko'p bilan nechta do'stiga bera olishi mumkin deyapti. Daftar bu kitobi 24, farqi yo'q. 16 24 deyapti. 2 ga bo'lamiz. 8 2 ga bo'lamiz 4, 2 ga bo'lamiz 2 1. 2 ga bo'lsak 12, 2 ga bo'lsak 6, 3 3 1. 16 degani 2 dan 4 ta, 3 dan 0 ta. 24 2 dan nima bo'ladi? 3 ta. 3 dan bittami?